o'rtoq boshliq 3 oydan beri oylik yo'q. Bu oydan umid qilib kelgandim oldingizga. Xudo xolasa kompaniyamizning ishlari zo'r. Tez kunlarda oyligingizni qilib beramiz. Mana misol uchun siz eng yaxshi xodimlarimizdan birisiz. Tez kunda oyligingizni qilib beramiz. Pul yo'q bo'lsa, qatnoq beraman men senlarga. Kompaniya o'zi bankrotga uchrab yotibdi. Yana pul so'raysanlar. Senlarga oyliging vaqtida bersam, mashinamni qachon yangilayman, a? Uylarimni qachon almashtiraman? Yana pul so'raysanlar. Mana bu dokumentlarni qara. Nima qilganing bu? Undan ko'ra dokumentlarni yaxshi qilib qo'ysang bo'ladi-ku. Yo'q pul, tushunyapsanmi? Yo'q. Ishonsam bo'ladimi? Albatta. Siz bilan ishlashdan mamnunmiz. Nima? Birovning pulini so'rab keldimmi oldinga? Yoki qarz so'rab kelyapmanmi? O'zimni halol mehnat qilib topgan pulimni so'rab kelyapman. Tushunyapsanmi? O'zimni pulimni o'zi beradigan oyliging 3 chaqa. Yana shuni ham qanchadir foizini nimalargadir ushlab qolasan. U yog'i menga qorong'u. Lekin sen mening oyligimni berishing kerak. Men sen ishchiymanmi, sen menga qarashing kerak. Uyda bolalarim och o'tiribdi. Berishing kerakmi? Berishing kerak.